iPhone 17 olib bering. 17 olib bering. 17 olib bering. Xotin, pulim yo'q. Hammani eri olib beryapti. Olib berasiz. Bilmayman. Xotinim iPhone 17 so'rayapti. Qayerdan olib berish bilmayman, pulim yo'q. Ha undan o pochkang sot. Jilimisan, pochkani sotsang bir 4-5 yil yashaysan. Keyin o'lib ketasan, nima kerak o'lib ketib? Ko'zing sot unda. Ko'zim sotsam bir ko'z berib qolaman-ku. Bir ko'zda ham ko'rasan. Bo'lmaydi unaqa bor. Jigaring sotsang ham bo'lardi. Jigarim sotsam, u qon aylanishi yo'q bo'ladi, keyin 1 yil yashayman unda. 1 yil. Unda yurang sot. Nasib etmayman-ku yuragi. Jilli, o'lmaydigan variant yo'qmi? Bo'lmaydi. Bor bitta variant. Qanaqa? Xotin, iPhone 17. Rahmat. Pulingiz yo'q edi-ku sizni? Zato men seni yaxshi ko'rganim uchun mana iPhone 17 olib keldim. Xursand bo'lmaysanmi? Xursandman. Erta bachalarimizga ko'rsataman. Otalaringiz meni yaxshi ko'rib, romantika qilib iPhone 17 olib bergan deb. Endi lekin bachamiz bo'lmasa kerak.